Hozir Instagramda o'tirib mana bu videoni ko'rib qoldim. McDonald's nima uchun O'zbekistonga o'zini filialini ochmaydi? O'zbekistonda yer sotilmaydi. Ya'ni faqat arendaga beriladi xolos. McDonald's yerni sotib olib keyin qiladi. Ya'ni ko'chmas mulkdan foyda qiladi, investitsiya kiritadi. Mana bu biratti gaplari bo'yicha nima ekan? McDonald's O'zbekistonda ochilmaganligi sababi bu O'zbekiston yer sotmasligi ekan. Bu qo'ysanglarchi umuman haqiqatga to'g'ri kelmaydigan bu safsata gap. McDonald's hech qaysi davlatdan borib yer sotib olib o'zini fast foodini ochmaydi. Hech qaysi davlatdan arendaga joy ham olmaydi. O'zi kirib ham bormaydi. Sababi McDonald's faqat franšiza sotadi. Franšiza narxi esa juda ham qimmat. O'zbekistonda masalan qaysidir tadbirkor McDonald's franshizasini o'ta qimmat narxga sotib olib, O'zbekistondan McDonald's fast foodini ochaman desa, McDonald'sning standartlariga javob beradigan fast food tayyorlashiga ham to'g'ri keladi. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, ham standartlar, o'zini fast food bo'yicha standartlari, franshizaning narxi bu O'zbekistondagi o'sha bozor talabiga, raqobatga bardosh bera olmaydigan fast foodga aylanib qolishi mumkin. O'shaning hisobiga hali McDonald's O'zbekistonda ochilgani yo'q. Bu O'zbekiston hali yer sotmaydi, o'shaning uchun McDonald's kira olmagan, bu umuman safsata, umuman haqiqatga to'g'ri kelmaydigan gaplar.